Assalomu alaykum. Biznikida obedga ovqat tayyorlash jarayoni boshlandi. Har doimgidek. Bugun yengilroq taom tayyorlamoqchiman. Nonushtaga bugun o'g'lim dam olganligi uchun unga yoqadigan qilib nonushta tayyorladim. Endi obedga yengilroq taom tayyorlamoqchiman. Yengilroq deganda grechkani nazarda tutyapman. Biz ko'p qavatli uylarda turamizda, ko'chaga nimadir keldi sotuvga. Shuncha shovqin qilmayin degani bilan Xudoni aytgani bo'ladi deyshadi-yu. Shovqin bo'lyapti ko'cha. Go'shimni maydalab to'g'rayapman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Piyozimni sovib oldim. Piyozim tillarang bo'lguncha qovurilishi kerak. Piyozim tillarang bo'ldi. Endi mayda qilib to'g'rab olgan kartoshkam bilan sabzini solaman. Ham yaxshi qovurilish kerak. Mazali chiqadi, yaxshiroq qovursak. Sabzi bilan kartoshkamiz qovurildi. Qizil bo'lib, piyozga o'xshab. Endi pomidor solaman. Pomidorni ham mayda qilib to'g'rab oldim. Pomidor ovqatga o'zgacha sifat beradi.
2 osh qoshiq tomat sovoraman. Tomatam ozgina qovurilishi kerak. Yog'lari tomatni husnini oladi o'ziga. Tomatni ko'proq qovursak, ovqatning yog'i qizil ko'rinadi. Chiroyli bo'lib ovqatimizdan sifatli ko'rinadi. Ovqatimizning qovurilish jarayoni nihoyasiga yetdi. Endi suv solamiz. Bizni oila kichkina bo'lganligi sababli ovqatimiz 3 porsiya chiqsa bo'ldi. Ko'pi ko'p. Shuning uchun 1 litr suv solaman. Qaynab ovqat pishib tayyor bo'lguncha 3 porsiya qoladi shunda ovqatimiz. 2 dona lavr yaprog'i, 1 choy qoshiq qora zira, kristal, koreyskiy tuz va jambilni quritilganini, ezilib tuyulgani. Jambil suv ovqatlarimizga xushtam mazza beradi. Endi ichidagi masalliqlari pishishi kerak. 1 soat past olovga qo'yaman. Mana bu tepidagi nimalar bor-ku, ko'piklari. Shularni iloji boricha olib tashlasak, ovqatimizning rangi chiroyli chiqadi. Yog'i ham ketib qoladi deb qo'rqmang. Yog'i ketmaydi. O'zimizga ma'lum miqdorda qoladi yog'i. Iloji boricha o'zi yog'sizroq ovqat yeyishimiz kerak. Ayniqsa biz rosa yog'li ovqatlar yeymiz. Shuning uchun keyin ko'hlik, do'mboq ko'hlik deydi-ku, o'sha ko'hlik kinamiz. Mana past olovga 1,5 soatga qo'yaman. 1 soatga. 1,5 soat ham juda ko'payib ketadi. Ishga borishim kerak, kechga qolib ketaman. Qozonimni qopqog'ini qiya qilib, polni yopmayman-da, bir tomonini sal ochib yopib qo'yaman. Bundan qilib yopganimning sababi, kvartirada turamiz. Ovqatimizni bug'ib boshqa joylarga ham borib yog'lama bo'lmasin. Bo'lsa mana shu qozonimizni o'zi bo'lsin, mana vetichka bo'lsin. Yuvib tozalab olishim oson. Bo'lmasa buni yopmasam hamma joy yog'lama bo'lib ketadi. Oradan 1 soat vaqt o'tdi. Mana ovqatimiz deyarli pishdi. Endi men bunga yarim osh qoshiq, 1 osh qoshiq emas, yarim osh qoshiq tuz solaman. Ko'proq solsam sho'r bo'lib qoladi. Hamma o'zini tabiga qarab soladi. Men shuncha solaman. Avvaldan tozalab yuvib olgan grechkam bor. Shuni solaman. Grechkam yarim piyolacha. Grechka pishganda ishib chiqadi-yu, ko'payib ketadi. Ovqat qo'yiq bo'lib qoladi.
Biz hozir grechkani suyug'ini qilyapmiz. Shunga kamroq grechka solganimiz yaxshiroq. Pishganda normada bo'lib qoladi. Grechkamiz 10 minutda pishadi. Ovqatim pishdi. Birinchisini xo'jayinimlarga suzib olib qo'ydim. Ikkinchisini o'zimga suzdim va sizlarga degustatsiya qilib ko'rsatishim kerak. Mukbang deydi-yu. Qani ichib ko'raylikchi. Juda ham mazali.